Do'stlar, ushbu videoga ibrat uchun bitta like bosib qo'yasizlar do'stlar. Shu kunlarda o'pkasini bosolmaydigan, tez yuradigan shopirlarimiz ko'payib ketibdi. Mana Marg'ilon shahar O'ramda turibmiz, chorrahasida. Ushbu joydan 200 metr Marg'ilon dehqon bozor tomonga yurganlaringda ham yashab, ham biznes qilsa bo'ladigan joy topib qo'yganman do'stlar. Ma'lumotlari qanaqa ekan? Biznes qilgani zo'r joy topib berdi akalar. Ular kichikroq biznes qilaman degan akalarimiz uchun xullas bu kvadrat metr 48, tepasi ham 48, общий 96. 96 kvadrat joyimiz, tepasi turar, pasti noturar bo'lyapti. Ushbu joydan bemalol tepaga chiqqanini zina qilib olsalar ham bo'lar ekan. Tepasidan umuman foydalanmaganmiz deyapti egalari. Endi remont qilib qo'yib qo'yishdi. Oldin ham ko'p bo'sh turgan ekan bu joylar. Ushbu joydan bemalol zina qilib tepaga yo'l qo'yib olsalar ham bo'ladi. Arendatori ham naqd, prosta arendaga bersa ortiqcha urintirib olishayotgani uchun berganimiz yo'q deydi. Oladigan odam bemalol arendaga qo'yib qo'ysa ham oyma-oy yillik daromadi bor joy. Mana tepani ko'rib turibsizlar, ikkinchi qavati ushbu videoda ketyapti. Mana ikkinchi qavati bo'ladi shu joyi. Narxini do'stlar 32 ming dollar deyapti egalari. Oz-moz yetmay qolgan joyiga nasiya savdo qilib beraveramiz deyapti do'stlar. Bunaqa imkoniyat har doim ham bo'lavermaydi. Shahar markazida, gavjum joyda bitta biznes qilib qo'ysangiz har doim daromad kelib turadigan joy. Bu videoni shunaqangi tadbirkor do'stlaringizga yuborib qo'yinglar. Ushbu raqam egalarining raqami, bemalol bog'lanib savdosini qilsalar ham bo'ladi.